Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kaderli qarindoshlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Men Abdulaziz Beshto'g'roq Istanbuldan sizlarga Allohning güzel salom bo'lgan Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh degan salomni berish bilan birga birlikda o'rganib kelayotgan darslarimiz bo'ldi. Nurun kitaplarını okuduk. Hazır kolumuzda birlikte okuyatkan, öğünüyatkan İslam tarihi degen bunu kitapta kaderli qarindoshlar. Bu kitap Profesör Doktor Muhammed Özdemir, Profesör Doktor İbrahim Sarıçam, Profesör Doktor Seyfettin Erişahin degen 3 doktorunun birleşip düzgün kitabı iken okup 5 babni tükettik birlikte. Hem de 6. bab Türkler ve İslamiyet degan ögünümüz 149. betden 187. betkiçi bo'lgan aralık ekan. Bunun birinci babda İslam tarihi kirişini köydek, ikinci bab İslamiyet'in barlıq kelişi ve Muhammed Aleyhisselam'ın devri dep aptı. Üçüncü bab Raşid Halifeler devri, dördüncü bab Ömeviler, beşinci bab Abbasiler. Hem de 6. bab nimitte Türkler ve İslamiyet. Bunu günü poğandaki 7. bab İslam medeniyeti, 8. bab İslam medeniyetinin tesirleri, 9. bab günümüz İslam dünyası degen bablar bilen tügüdü degenimiz. 6. bab Türkler ve İslamiyet. Bular bizninki muhim mezmunlarınki birisi dep qarasaqım buludu. Bunun burunqi mezmunlarına ait muhim bir-biri bilen çetişliği var. Tarih zaten hadiseler zinciri dep qoydu. Bu babın birinci mezmun Türk-Arap münasebeti günlükemiz. Tüngen bu imamlar ve sultanlar degenini birlikte öğünüp öttük kaderli qarindoshlar. Kiriş sözünü okuduk. Uzun bir mezmun. 1 saatlik vakit gitti. Onu mutlaka yapakınlar. Hem de Türk-Arap münasebeti degen mezmunun birinci mezmunu Ömevilerden ilgiri Türk-Arap münasebeti qandaqdı degen sualın cevabını tapımız. İslam'dan ilgiriki Türk-Arap münasebetlerinin tunç namayendeleri Cahaliyet şiiri dep atalgan edebi eserlerde görülgen. Bu eserlerde Arap şairleri Türklerini korkunçluk ve hayranlık his kıldırılan xalq dep tasvirlagan. Yeni bir taraftan İslam'dan ilgirki Araplar İpek yolu vasıtası bilen Cunguğucu suzulgan ticaret seferlerde Türklerini tonuş purstik iki boğan. Peygamber Aleyhisselam devrede Türkler bile Araplar oturası bir vasıta uçuruşuş bolmagan. Bunun bilen billah Peygamber Aleyhisselam ve tuncu Müslüman boğan Türkler ve Türk məhsulatları hakkında nait az sanda bolsumu malumatqa ega boğan. 4 halife devrede Hazreti Ömer'nin halifelik yılları Türk-Arap münasebetleri üçün bir buruluş noktası boğan. Araplarga 642 yılda yüz bergen Nihavende uruşida Sasani imparatorluğunu yer bilen yeksan kılgandan keyin Türkler yaşayan Xorasan ve Toxaristan'ın yolları açılgan. Ceyhun deryasını kesip ötken bir Arap koşunu tuncu qatım Türkler bilen uçraşkan. Bu koşun Hazreti Ömer'nin emri bilen kısa vaktin keyin çekingen. Nihavende uruşida yengilgen ahirki Sasani hükümdarı 3. Yezdecrit taxtını qaytadan qo'lga keltirish uchun Türklerden yardım talep qilgan. Türkler bu talabga binoan javob bergan. İjabiy javob bergan. Bunun bilan Farg'ona ve Soğutluk Türklerinden terkip tapqan bir qo'shin Balxdagi Araplarga hujum qilgan. Türkler bilen Araplar uruş meydanında yeni bir qatım uçurashgan. 3. Yezdecrit ve Türkler kısa vaqtlik g'albidan keyin Balxga qilgan hujumini to'xtatib chekingan. Türklerin Arap qo'shinlari bilan uchrashib urush qilgan boshqa bir rayoni Kavkaz edi. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman davrlarida elib berilgan askeri seferler orqali Azerbaycan ve Ermenistan'ı fethi qilgandan keyin
Kavkaz tağlarının şimaldaki Hazar Türkleri bilen uçraşkan. Musulmonlar bilen Hazar o'ttirisi tunji qatimli qattiq urush 653-yilda yuz bergan. Bu urushning oxirida arablar Balanjar shahriga yetib borgan. Ammo qattiq qarshilikka uchrab chekinishga majbur bo'lgan. Bu urushdan keyin Hazarlar bilan musulmonlar o'ttirisida uzun vaqtgacha urush bo'lmagan. Hazrati Ali davrida ishki ziddatlar sababidan Türk rayonlari qilingan fatihlar to'xtab qolgan. Ammo Türk ailesi yaşaydigan, ilgili fetih kılıngan Xorasan, Tuxariston ve Kavkazlarni tutup turishga tirishgan. Emeviler devrideki Türk-Arap münasebeti. Emeviler devri Arap koşullarının Türk rayonlarına keyni-keynidin fethi koşunu evetken bir devri bo'lgan. Muaviye devrida Emevilerinin Irak vilayetindeki askeri kısımları Mavara Ünneri'ge tertiplik hücumlar başlagan. Arap koşulları 674-676 yılları oturusida Mavara Ünneri'deki Türk şehirlerinde Beykent ve Tirmizi'ni fethi kılgan. Bukhara ve Semerkantni Emevi hakimiyetiga yıllık baş tülediğen halatga keltirgan. Qutayba ibn Muslim 705 yılda Xorasan valiligiga tayinlangandan keyin Mavara Ünneri'ni fethi qilish uchun büyük bir askeri yürüyüş başlagan. Bu vaqtda bu rayonlarda hamda Tuxaristonda Türkler nüfusunun köpligini teşkil qılatdi. Ammo siyasi birlik bo'lmagan. Bu ahval musulmon arablarning ilgirilishi uchun sharoit yaratib bergan. Qutayba Mavara Ünneri'den ilgiri Tuxaristonning Türk başlığı Tizek Tarxan bilan tinchlik kelishim imzolab bu rayonni o'ziga qaratgan. Onundan keyin Mavara Ünneri'ge qarab yurish qilib Buxara va Samarqandni fethi qilgan. 713 yilda Xojand va Shash, yani Toshkentni fethi qilgan. Umayyalar Türk rayonlari qilgan safarlarida xalqqa yaxshi muomala qilmagan. Ularga har xil besimlarni qilib, haqsiz va ig'ir bajlarni qo'ygan. Türk rayonlarida bolon-talon qilib, shaharlarni yiqib ko'ydirgan. Xalqning bir qismini asir qilib o'ldirgan. 714 yilda Qutaybaning vafotidan keyin fethi qilingan shahar va rayonlarning ba'zilarida Türklar tarafidan Arab hukmdorlariga qarshi isyonlar chiqqan. Buningda Türklarning Arablarni öz tuproqlarini ishg'ol qilgan deb bilishi va Arablarning Türklarga qo'ygan ig'ir bajlari sabab bo'lgan. 729 yili Buxara ve etrafındaki Türkler Arap valilerinin baş yığıştaki qattiq qo'llikqa qarshi isyan qilgan. Bu isyan Umayyalarning bu rayondagi hukmronligini qattiq tavratgan. Umayyalarning oxirgi yillarida Arablarga qarshi isyon chiqargan Mavara Ünneri xalqini tinchlantirish uchun adolatga ahamiyat beradigan bir rahbarlik qurilgan. Bu siyaset bu rayondagi xalqlarga foydali bo'lgan. Bunun bilan birga Umayyalarga qarshi tezlikda taraqqiy qilayotgan Abbasi harakatimi Turkiston jo'grafiyasiga yetib kelgan. Bu harakat Umayyi rahbarlarining ayrimishlik siyosatidan shikoyatchi bo'lgan Türk nüfusi arasida ta'siri cho'ng bo'lgan. Chunki Abbasi harakatining Xorasonda rahbarlikni qilayotgan Abu Muslimning qo'shinida Ironliklar bilan birlikda Xorazm, So'g'd, Tuxariston va Toshkentlik ko'p sonli Türklarmi bor edi. 6. bab Türkler ve İslamiyet to'g'riliq so'zlavatimiz, o'rganyapmiz qadrli qarindoshlar. Yani Türk-Arab munosabati deganda hamda Abbasiylar davriga keldik, 3-mazmun. Abbasiylar hakimiyetga chiqqanda Mavara Ünneri'ni o'z ichiga olgan G'arbiy Turkiston junguning tahdidiga duch kelgan edi. 738 yilda Turkish, ya'ni Turkesh davlatning ichki qarama-qarshiliklar sababidan ojizlashishi Xanzu nüfusunun basqıçlıq halda İli Vadisi ve Issiq Ko'l atrofiga oyoq besishini keltirib chiqardi.
748 yılda Cunguluklar asaslıq təhdid deb qaraydigan Köktürk şahzadelerinin hakimiyeti astidagi Toshkentga hücum qilib, hükümdar Bagaturunni öldürdü. Bu jarayonda rayon xalqiga yaxshi muomala qilmadi. Bu ahvolga qarshi rayondagi turk qavmlari Junguga qarshi birlikda harakat qilish qarori oldi. Ammo o'ttirusida tashkil qilgan qo'shin bilan birlikda sirtqi yordamga tayanmasdan Junguni yengish mumkin emas edi. Bu sababdan yangi qurilgan Abbasiy davlatidan yordam talab qilishga majbur bo'lib qoldi. Abbasiylar bu talabga ijobiy javob berdi. Xorasondan avatilgan Abbasiy qo'shinlari bilan turklar 751 yilda Talas daryosi bo'yida Jungu qo'shini bilan urushib, ularni qattiq mag'lubiyatga uchratdi. Talas urushi Türk tarixi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lish bilan birlikda Türk-Arab munosabatlari uchun bir burilish nuqtasini tashkil qildi. Bu urushning oxirida Junguluklar, Chilliqlar G'arbiy Turkistonda hokimiyat ostiga elish fikridan voz kechishga majbur bo'lgan. Shuning bilan bu rayondagi turk kuchi va nufuzi qaytadan jonlangan. Texmi muhimi bu urush orqali turklar bilan arablar o'rtasida do'stona munosabatlar qurilgan. Buning natijasida turklarning musulmon bo'lishi tezlashib, Abbasiylarning xizmatiga kirgan. Talas urushidan keyin bir tarafdan G'arbiy Turkistondagi turklar bilan arablar o'rtasida do'stona munosabat qurilgan bo'lsa, yana bir tarafdan Kaspiy dengizi va Kavkazning shimolidagi Hazar turklari bilan bo'lgan munosabat yiriklashgan. Abbasiy rahbarlarining tinchlikni barpo qilish orzusi qaramay, Hazarlar Kavkazdan o'tib, Anatoliya va Irondagi Abbasiy tuproqlariga kirib, arablarga og'ir ziyon solgan. 776 yılda elib bağan bu hücumdan keyin Hazarlar Arablar o'rtasida kelishmaslikdan foydalanib 779 yılda yana bir qatim Abbasiy tuproqlarga besib kirgan. Ermeniya va Azerbayjonda ba'zi tuproqlarni elib qaytib ketgan. Bu hücum Abbasiylar bilan Hazarlar o'rtasidagi eng oxirgi hücum bo'lgan. Bundan keyin uzun vaqtlik tinchlik amalga oshgan. 11 asrning o'rtalaridan boshlab Abbasiylar bilan siyosiy iqtisodiy sohalarda texmi ko'p munosabat qilish bilan turklar top bo'lib islom diniga kirgan. Türk davlatlari keyni-keynidan islomiyatni rasmiy din deb qabul qilgan. İdil Volga, ya'ni Bulg'ar davlati buning tunjisi bo'lib, uning keynidan Qaraxoniylar davlati islom dinini rasmiy din deb to'nigan. 10-asrda turklarning eng buyuk tarmoqi bo'lgan O'g'uzlar musulmon bo'lgan. Buyuk Selçuk davlati bu taraqqiyotlarning natijasida o'ttirga chiqqan. Qadrli qarindoshlar, Türk-Arab munosabatlari mana shunday urushmag'icha, elishmag'icha tepishmas deb shunday bo'libdi ekan. 751-yili tarixdagi nihoyat muhim burilish nuqtasi ekan, ya'ni Talas urushi ekan, qadrli qarindoshlar. Xitoylarga qarshi arablar, Abbasiylar, turklar Abbasiylar bilan birlashgan vaqt ekan. İkinci, Türklerinin İslam diniga kirishi degan mazmunni o'rganib o'timiz, canım dostlarım. Türklerning musulmon arablar bilan bevosita munosabat o'rnatishi Türklerning musulmon bo'lish sur'atini tezlatgan. Tunji qatim 642-yilda Nihavanda urushidan keyin arablar bilan uchrashish orqali turklar islom dini haqida dastlabki ma'lumotga ega bo'lgan. Umayylar davrida Turkistonda elib berilgan fathlardan keyin turklar islom dinini texmi yaqindan tonish fursatiga ega bo'lgan. Ammo bu o'zgarishlar turklarning top bo'lib islom diniga kirishiga yetarli bo'lmagan. Buningda Umayyi rahbarlarining arablarni arab bo'lmagan musulmonlarni ustun ko'rganligi sabab bo'lgan.
Emevi rəhbərləri köpünçə vaxtlarda musulman olğan türklərə musulmanlığını közdə tutmay, qeyri-musulman muamelesi qılğan. Məsələn, ulardan musulman buluşdan ilgiri alınğan bacının bir xil türü bolğan cizyəni musulman bolğandan keyin elişqa urunğan. Əməliyyatda İslam dini də musulmanlar arasında ayrılmışlıq qilishqa bolmaydı. Bir insanın əsli qandaq buluşdan qat'i nazar musulman bolğandan keyin cizyə elishqa ruxsat yo'q idi. Emevi rəhbərlərinin İslam dininin bu buyruğunu icra qılmaslığı Türklərinin mühim bir qisminin İslam diniga kirişini keçikdirgan. Emeviler devrida Türklər arasında İslam dininin tarqalishi uchun tirishchilik ko'rsatgan rəhbərlərimiz bor edi. Masalan, Qutaybə ibn Muslim Buxara, Beykent ve Samarqandga o'xshash Türk şəhərlərində camilar bina qilgan. Yeni musulman boğanlığa asan buluş üçün namazda Kur'an'dan bazı ayetlerini öz tilide okuşqa yol koygan. Halife Ömer İbn Abdülaziz 717 yıldan 772 yılgacha İslam din hüküm yaşagan, İslam dininin tarqılışıga en köp güç çıqagan Emevi halifesi idi. O halifelik oturgandan keyin Türkler arasında İslam dininin tarqalishi uchun musulmon bo'lganlardan haqsiz yerga baj ilinishni cheklagan. Ba'zi Türk rahbarlarini İslam diniga chaqirib maktub yozgan. Yana Türkler yaşayotgan yerlarga musulmon olimlarni İslam dinini tabliq qilish uchun avatgan. Yana Emevi hukmdorlaridan Hisham 724dan 743 yilgacha Türgüş Qağani Soluni İslam diniga davet qilish ve İslam bilan musharraf qilish uchun bir hay'at avatgan. Emeviler davridagi bu tirishchiliklarning natijasida bo'libmi musulmon arablarning hokimiyati ostiga o'tgan yerlardagi turklarning bir qismi musulmon bo'lgan. Bundan boshqa tuvan qismidagi ba'zi kichik davlatlarning rahbarlari islom dinini qabul qilgan. Turkishlardan Tizek Tarxon, Toxariston Xaqani Yavg'ubak, Buxara hükümdarı Tuğşat qatarlıqlar bularning arasidagi kishilardir. Abbasilarning Türklarni o'ziga olgan arab bo'lmagan musulmonlar qarata ko'z qarashi Emeviylar qaraganda texmo yaxshiroq edi. Bu ahvol Abbasilar davrida Türklarning top bo'lib islom diniga kirishiga sabab bo'lgan. İkinci Halife Mansur davrida Türkler Abbasi devletida vazifa o'tashga boshlagan. Mansurning o'rniga kelgan Halife Mahdi Soğd, Farg'ona, Oshru, Sana ve Qarluq xalqlarini islom diniga da'vat qilgan. Halife Ma'munning valilari Türkistondagi hukmdor oilalarni musulmon bo'lishga tashviq qilgan. Bu g'ayratlar yaxshi natija bergan. Çünkü Ma'mun davrida İslam diniga ve Abbasi devletining xizmatiga kirgan Afshin, Ashinas, Boğa, İtah qatarlıq Türk qo'mondonlar kelgan yerning rahbari tabiqasidan yoki hukmdor oilasiga mansub kishilardan edi. Türklarga qilingan yaxshi muomala Mu'tasim davri 842 yildan 883 yilgacha demo davom qilgan. Mavara Ünnehir rayonundaki Türklerinin köp kısmı bu halifenin hakimiyeti devrinde musulman bo'lgan. İslam dini Abbasi çigrası işideki Türkler arasında tarqılış bilen birge çigranın sırtideki köplügen Türk xalqları o'ttirisiga tarqılışga başlagan. Seyhun deryasının şarkı yani Büyük Türkistan bilen Kaspi denizi ve Karadeniz'nin Ceyhun'u demesler. Karadeniz'in şimalda yaşayan Türklerge İslamiyet bazı asker yürüyüş ve ticari faaliyetler arkalık yetip bağın. İslamiyet aynı vakitlerde Hazar Türkleri arasında mı tarqılışqa başlagan. Ticaret, sanaat ve askerlerinin köp kısmının Müslümanların kontrollüqe astığı ötüşü Müslümanların küçüge güç koşkan. Hazar Xaqani Müslümanlarga başqa din mensuplarına bermegen bazı imtiyazlarını bergen. Bu ahvalı qarab Hazar Türklerinin hemmisi Müslüman boldu, degili bolmaydı.
Ularning bir qismi islom dinining bu yerga yetib kelishini ilgari qabul qilgan xristianlik va musaviylikka bo'lgan bog'liqligini davom qildirgan. Türk davlatlari orasida tunji qatim İdil, ya'ni Volga bulgarları 7-15 asr arası İslamiyetni davlat dini deb qabul qilgan. Bu ahvalda İdil bulgarlarının musulmon bo'lishida Xorazmlik musulmon savdogarlarning muhim roli bo'lgan. Bulgarlardan keyin Qaraxoniylar 840-yildan 1212-yilgacha İslamiyetni davlat dini deb qabul qilgan. Bu devletning beshiga kelgan Sutuq Bug'roxonning musulmon bo'lishi devletning chegarasi ichidagi turklarning tez sur'atda islom diniga kirishiga sabab bo'lgan. 960-yilda Qarluq, Yag'ma, Chigil ve Türkeş qatorliq Türk boylaridan ko'plagan xalq musulmon bo'lgan. 10-asrning boshlarida Oğuz Türklerining hokimiyatida Baykent, Huvare ve Cent qatorliq shaharlarda musulmon Arab mustamlikalari tashkil qilingan. Bularning turklar bilan bo'lgan munosabati nihoyat yaxshi edi. Oğuzlar medeniyet seviyesi yuqori bo'lgan musulmonlardan islom dinining asosini o'rganayotgan edi. Bu vaqtda ba'zi musulmonlar bu rayonlarda inson sevgisini asos qilgan bir metod bilan islom dinini tarqatishga boshlagan. Bu tirishchiliklar natijasida İslamiyet 11 asrda Oğuzlar arasida hokim dinga aylangan. Mavara Ünnehirlik musulmonlar tarafidan Oğuzlardan musulmon bo'lgan xalqlarga ularni musulmon bo'lmagan millatdoshlaridan ayirish uchun Türkmen ismi berilgan. Mavara Ünnehirlik musulmonlar tarafidan Oğuzlardan musulmon bo'lmagan xalqlarga ularni musulmon bo'lmagan millatdoshlaridan ayirish uchun Türkmen ismi berilgan deyilibdi qarindoshlar. Oğuzlarning islom diniga kirishi muhim o'zgarishlarni paydo qilgan. Bularning beshida 1038-yili bir musulmon Türk davlati bo'lgan Selçuk davlati o'tirg'i chiqqan. Bu davlatning qurilishidan bir necha yil keyin 1043-1044-yilda büyük bir Türk ammasi musulmon bo'lgan. Türklarning islom diniga kirishi 11-asrdan keyin davom qilgan. Bu jarayonda 15. asrda Sayhundagi ve Şimaldagi Türkler arasında, 16. asrning oxirisida Qirg'iz ve Qozoqlar arasında musulmonlashish ko'p nisbatda tamamlangan. Türklerning islom diniga kirishini osonlashtiradigan bir qism omillar bo'lgan. Bularning beshida qadimgi Türk aqidasining ba'zi ta'limotlari bilan islom dinining ta'limotlari o'ttirisida o'xshashliklar bo'lganligidir. Masalan, Türklerning ko'p qismining islomiyatdan ilgari ishongan Tangri ko'k osmonning ustida, ko'zga ko'rinmaydi va abadiy bir mavjudlik bor deb qaraydigan qarashlari bo'lgan. Buningga o'xshash islomiyatda deyilgandek Tangrining birligiga va abadiy qudrat kuchiga ega ekanligiga ishonadi. Tangri uchun her narsaga kuch yetadigan, ma'nini ifodalaydigan o'g'an atalg'usini ishlatgan. Chunki buyuk Türk olimi Mahmud Kashg'ari Turkitilla Divani nomli asrida o'g'an kelimasining bu ma'nini ifodalaydiganligini yozgan. Qadimki Türklar islomiyatdagiga o'xshash bo'lmasa-mu, o'limdan keyin hayotning davom qilganligiga ishonadi. Bu aqidaga asosan o'limdan keyingi hayot qisman qorong'ulik, qisman yorug'likqa bir alomat edi. Dunyoning ustida 17 qavatlik yorug'lik davlati bo'lgan ko'k yuziga ostida bo'lsa 7 yoki 9 qavatlik yer osti dunyosining borligiga ishonadi. Yer osti dunyosi gunohkorlarning ruhlarining yig'ilgan tamu, ya'ni do'zax, osmon bo'lsa fazilatli ruhlar to'plangan uchush jannat yeri edi. Qadimki Türklarda ibadet g'oyasi bilan qurbonlik qilish odati bor edi. Oğuz Türkleri O'rta Osiyoda muqaddas deb qabul qilgan ba'zi tog'larga yillik ziyoratlarga boradi. Bu ziyorat jarayonida qurbonlik qiladi. İslamiyatga o'xshash qadimki Türk aqidasida ihanat, jinoyat va zina
ahlaksızlık deb hesaplanıp jazaga tartılatdı. Qadimki Türk dini bilen İslam dini o'tturusida başta bir Tangri aqidasi buluş bilen birlikte yana bazı oxşaşlıklarının buluşu Türklerinin Müslüman buluşunu asıllaştırgan. Qadirli qarindaşlar, şunda qılıp kolumuzdaki bu İslam tarihi, yani İslam tarihi diyen kitap Teklemekan Uygur Neşriyatı tarafından 2014 yılı İstanbul'da neşr kılıngan kitaptın, yani 6. bab Türkler ve İslamiyet'ninki Türk-Arap münasebeti toğruluk ügünüp öttük kadirli qarindaşlar. Hem de keyinki 14. halkımızda Türklerinin İslam dünyasındaki faaliyetleri de Abbasiler halifelikinin kovduluşu, ehleselip karşısında Türkler onun dinkin İslam coğrafyasının muhafazat kılınışı, onun dinkin Türklerinin mukaddes makamlardaki hizmetleri Katarlık mezmunlarını 14. halkımızda birlikte ügünümüz. Onun dinkin 15. halkımızda Türklerinin İslam dininin tarqılışıda oynagan rolü degen mezmunda Hindistan yerim arılığa İslam dininin tarqılışı. Onun dinkin Anatolia'nın Türkleşişi ve İslamlaşışı, onun dinkin Balkan rayonuna İslam dininin tarqılışı ne ügün dikenimiz. En ahırda kadirli qarindaşlar Müslüman Türk devletleri diyen 4. mezmun bilen toncu Müslüman Türk devletleri, bununda İdil Bulgar Hallıqı Karahanıyla sözündeken kadirli qarindaşlar. Onundakin Büyük Selçuk devleti ve onunla təvə bolğan devletler, onundakin Osmanlı devleti, İran'da hakimiyet kurgan Müslüman Türk sulalaları, Ottur Asya ve Hindistan'da kurulgan Müslüman Türk devletleri, Mısır'da kurulgan Türk devletleri, Şarkı Avrupa'da kurulgan Türk devletleri qatarlıqlarını birlikte ügünüp, aynı kılıp, kaylanla, kolumuzdaki bunu İslam tarihi diyen 380 betlik kitabınınki yermini tüketken bulduk kadirli qarindaşlar. Anda olsa Allah'ın üzüge amanet olanlar 14. halkımızda İslam dininin tarihi, İslam tarihini ügünüşke 6. bab Türkler ve İslamiyet'ninki 2. halkısı, 2. dersi de yeni birlikte, yani Türklerinki İslam dinine kösetken hizmetleri toğruluk birlikte ügünüp bütümüz Allah'ın özüge amanet bulunlar. 751. yılınınki nemi yıl işkellikini insanlıda qalğan buluşu mümkün. Qadirli qarindaşlar, Allah'ın özüge amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.